Assalomu alaykum jigarlar, yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Hammalaringni 14-yanvar Vatan himoyachilar kuni bilan tabriklaymiz. Avvalo bugun biz yana keldik. Orzuxonona dam olish maskani degan baliqxonaga keldik. Yaqin Namanganga chiqib ko'rish. Bu tomoni Yazyovondan kiraverish. Kirganda mana shu kelganda Yazyovondan kelganda o'ng qo'lda baliqxona bor ekan. Bu bo'yda mana katta zakan o'tgan ekan. Zakanda ham baliqlar bo'lsa kerak. Kerak ekan deb. Bu ham jaha ko'pmas ekan. Bu kirganda mana tandir baliq. Qanaqa xohlasalar mana shunaqa baliqlar bor ekan. Mashinani qo'ydik. Bu kirganda mana bu qo'lda baliq pishiradigan o'rdak hamma narsalar bor ekan. Bu taraflar yoz dam olish joylari ekan. Ichkarida o'tiribmiz biz. Ha. Bu yerda mana yozda baliq o'laydigan ombori ham bor ekan mana. Ko'ramiz. O'rdak. Bu yoqqa ketgan ekan mana shu. Bu tarafda 10 tadan bo'lsa ham joylar serob ekan. Bu tapchanlardan turib qalmoqda otib qo'yib yozda ham bir kelamiz-da, xudo xolasa. Bunisida amur, sazan, sazan aralash, oq baliqlar ekan.